Ba'zilardan ba'zi gaplarni eshitgan bo'lsangiz kerak. Tuya suti diabetni davolaydi deyishadi. Tuya siydigi bilan sutini ichish kasalliklardan xalos qiladi deyishadi. Bu gaplar qanchalik to'g'ri? Shu savolga javob topish uchun bugun biz tarixiy manbalarga nazar tashlaymiz, Tibbun Nabaviyga qaraymiz, ilmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz. Agar videoni oxirigacha eshitsangiz, siz qaysi biri haqiqiy shifo, qaysi biri xavfli ekanini bilib olasiz. Har doimgi odatimizga ko'ra Tibbun Nabaviydan boshladik. Anas ibn Molik rivoyat qiladilar. Ukl va Urayna qabilasiga mansub bir necha kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, biz chorvadorlarmiz, qishloq ahli emasmiz" dedilar va Madina ob-havosini yoqmaganligidan shikoyat qildilar. Janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir to'da tuyalarni tuyaboni bilan ularni tasarrufiga topshirdilar-da, sahroga chiqib tuya suti va siydigidan dori tariqasida iste'mol qilmoqni buyurdilar. Yana bir hadisda Anas ibn Molik radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Urayna qabilasiga mansub bir guruh odamlar betob edilar. Ular: "Ya Rasululloh, bizga shahar, ya'ni Madina havosi xush kelmadi. Boshqa boshpana berib, ham taom bilan ta'minlasangiz" deb iltimos qilishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni Harra degan yerga joylashtirib, ixtiyorlariga bir qancha tuyalarni ham berib qo'ydilar-da, bularni sutidan ichib turinglar dedilar. Mana shu rivoyatlarda, hadislarda keltirilgan insonlarni qorinlari shishib ketgan, ranglari sarg'aygan edilar. Ya'ni zamonaviy tibbiyot tili bilan aytganda ularda sirroz kasalligi boshlangan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga tuyani suti va bo'tolog'ini siydigini qo'shib ichishni tavsiya qildilar va bir muncha muddatdan so'ng ular sog'aydilar, asl sog'lomlik holatiga qaytdilar. Muqaddas Qur'on va payg'ambar sunnati asosida olimlar tuya suti va siydigini zamonaviy usullar bilan tadqiq qildilar. Tadqiqotlar ajoyib natija berdi. Ya'ni bu natijalar tuya siydigi va sutidan ko'pgina kasalliklarni davolashda foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. Ko'chmanchi arablar tuya siydigi va sutini ko'pgina kasalliklarga shifo deb bilishadi va hozirgi kunga qadar undan davo sifatida foydalanib kelishmoqda. Masalan, tish og'riqlari va og'iz bo'shlig'i dardlaridan xalos bo'lish uchun ular og'izlarini tuya peshob bilan chayqaydilar. Sochlarni qalin, mustahkam qilish, qayg'oqdan xalos bo'lish uchun boshlarini tuya siydigi bilan yuvadilar. Hali urchimagan yosh tuya siydigidan tumovga qarshi davo sifatida foydalanadilar. Ko'zi shamollaganda ular sahroda o'tlab yurgan yosh urg'ochi tuyani siydigi bilan ko'zlarini yuvadilar. Aloy va urg'ochi tuyani siydigidan tayyorlangan qorishmani yara va jarohatlarga surib, Alloh inoyati bilan shifo topadilar. Umuman sahro arablari tuya siydigini odam badani va boshida chiqqan chipqon va yaralarni davolovchi eng zo'r davo vositasi deb hisoblaydilar. Bundan tashqari, ko'chmanchi arablar tuya siydigiga boshqa bir giyohlarni qo'shib, bezgak tutgan bemorlarga ichirib uni davolaydilar. Allergik holatlarda, shamollaganda tuya peshobini chuqur-chuqur nafas bilan hidlaydilar. Muqaddas Qur'on va payg'ambar sunnati asosida olimlar tuya suti va siydigini zamonaviy usullar bilan tadqiq qildilar. Tadqiqotlar ajoyib natijalarni berdi. Ya'ni bu natijalar tuya siydigi va sutidan ko'pgina kasalliklarni davolashda foydalanish mumkinligini ko'rsatdi. Nima uchun tuya suti shu darajada bebaho? Tuya suti va siydigi ustida olib borilgan zamonaviy tadqiqotlarga to'xtalamiz. Laboratoriya tadqiqotlari davomida 1 litr tuya siydigi tarkibida quyidagi unsur borligi aniqlandi. 10 gram protein, 27 gram azot,
7 gram albumin, 1000 mg mochevina, 29 mg kreatinin, 245 mg sidik kislotasi, 108 gram kreatinin, 248 mg natriy, 8000 mg kaliy, 12 mg kalsiy, 246 mg magniy, 59 mikrogram mis, 58 mikrogram temir, 22 mikrogram rux. Tuya sutini tarkibiy qismlari qanday? Tuya suti ishqoriy hisoblanadi. Ammo u qisqa vaqt ichida achishi ham mumkin. Lekin boshqa sutlarga qaraganda uzoq muddat saqlanadi. Taxminan 7-10 kungacha xolodilnikda bemalol saqlashingiz mumkin. Uni ta'mi juda shirin yoki sho'r bo'lishi mumkin. Aksar holatlarda sho'r bo'ladi. Bu uni tiqilmalarni ochish xususiyati bilan bog'liq hisoblanadi. Uni tarkibida protein komponentlari 4% dan 25% gacha. Qattiq moddalar 10-15%, yog'lar 2-3%, shakar moddalar, xususan laktoza 3-6%, natriy xlorid 14-27% hamda temir, kalsiy, fosfor kabi minerallar, vitamin B2 va C vitaminlar va boshqa juda ko'p biz bilmagan moddalar mavjud. Abdulaziz Qiroli universiteti doktori Ahliam Al-Avadi tuya siydigini zamburug' va bakteriyalarga bo'lgan ta'siri ustida o'tkazgan ilmiy tadqiqotlar natijasida vazarin preparati ishlab chiqarildi. Vazarin preparati tuya siydigidan tayyorlangan bo'lib, uni keng qo'llanish doirasiga ega antibiotik sifatida ishlatish mumkin. Uni zamburug' va bakteriyalar hamda ekzema, allergiyalar, yallig'langan shishlar, yaralar, kuygan joylar, psoriaz hamda tirnoq, barmoq oyoqlaridagi zamburug' tufayli yuzaga kelgan kasalliklar kabi teri xastaliklarini davolashda samarali vosita ekanligi tasdiqlandi. Bu preparat o'ta xavfsiz, nojo'ya ta'sirlarga ega bo'lmagan, shu bilan birga arzon turadigan preparat hisoblanadi. Yana bir tajribalarda Muhammadani Ahmad Abdulloh istiqso, ya'ni jigar sirrozi kasalligi ustida ilmiy tadqiqot olib bordi. Bunda hali tadqiqot boshlanmasdanoq qorni suvdan shishib chiqqan 15 ta bemor ustida 15 kunlik ilmiy tajriba o'tkazildi. Doktor oson hazm bo'ladigan qilib tayyorlangan tuya siydigi va suti aralashmasini muayyan miqdorni har bir bemorga har kuni berib bordi. 15 kundan so'ng esa tadqiqot natijalari hayratlanarli rezultatlarni berdi. Bemorlardagi qorin shishi yo'qolib, ular o'zlarini avvalgi holatiga qaytdi va ular istiqsodan to'la davolanishdi. Bundan tashqari Muhammadanini jigar sirrozi bilan xastalangan 25 ta bemor ustida ilmiy tajriba o'tkazdi. Bu bemorlarning 15 tasi jigarda yog' yig'ilib qolganligi, qolganlar esa bilgartsioz sababli ushbu kasallikka yo'liqqan edi. 2 oy davomida doktor bemorlarga har kun muayyan miqdorda tuya siydigini ichishga berib davoladi. Bu muolaja barcha bemorlarga yordam berdi. Ba'zilari hatto muolajani, ya'ni 2 oyga cho'zish xohishini bildirishdi. Muolaja tugagach, o'tkazilgan tekshiruvlar ushbu bemorda jigar sirrozining asari ham qolmaganini tasdiqladi. Misrda doktorlar jigar va buyrak kasalliklarini 21 kun davomida 100 ml yosh tuya siydigini har kun ertalab va kechqurun tanovul qilish orqali davolash mumkinligi haqida ma'lum qildi. Bunda ular bemorlarga zaytun moyiga asoslangan ovqatlanish tartibiga rioya qilishlari va tuya siydigini ichishdan 4 soat oldin va 4 soat keyin hech nima tanovul qilmaslik kerakligini ta'kidlashgan. Yana bir tajriba esa leykemiya, ya'ni qon saratoni kasalligi bilan xastalangan 4 kishining ustida olib borilgan.
Bu bemorlarning ba'zilari turli xil davolanishlar kor qilmagandan so'ng umidlari yo'qolib, Londondan to'g'ri sahro arablari oldiga kelishgan kishilar edi. Ulardan ba'zilariga esa allaqachon o'lim tashxisi qo'yilgan edi. Ammo Alloh qudrati va rahmati banda fikr mulohazalardan ziyod va buyukdir. Cho'ponlar bemorlar uchun alohida chodirlar tayyorlab, ularni o'sha yerga joylashtirishdi va 40 kunlik barcha oziq-ovqatdan mahrum qilishdi. 40 kun davomida bemorlar ozuqa va davo sifatida tuya suydiga aralashtirgan tuya sutini iste'mol qilishdi. Bunda asosan yosh, ya'ni hali tug'magan tuya peshobidan foydalanishdi. Chunki bunday tuyalar peshobi foydaliroq va tezroq ta'sir etadi. Ayniqsa sitrusli o'simliklar orasida o'tlab yurgan tuyalarning suti esa juda samarali bo'ladi. Bemorlar to'liq shifo topishdi. Ulardan biri hatto o'zini qayta yoshargandek his qila boshladi. Bularning barchasi tuya suti va siydigini mo'jaz ta'sirlaridan edi. Badaviylar tuya siydigini al-vazar deb atashadi. Davo sifatida uni ishlatish usuli qanday? Kofe chashkachasi miqdorcha taxminan 3 osh qoshiq tuya siydigiga 1 kosa tuya suti aralashtirib nahorda ichiladi. Bunda asosan yosh va sahroda o'tlab yurgan tuya siydigi olinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tuya suti meva va ko'katlarni o'rnini bosadi. Ilmiy tadqiqotlar tuya suti meva va ko'katlar o'rnini bosa olish xususiyatiga ega ekanligini aniqladi. Qishloq xo'jalik ministrligi huzuridagi Qishloq xo'jalik tadqiqotlari markazining yirik qoramol tadqiqotlari bo'limi rahbari doktor Abdulatif Kamil tuya suti tarkibidagi sahro odamlari uchun zaruriy vitamin va minerallar borasida shunday dedi. Tuya suti tarkibida juda ko'p miqdorda vitamin C mavjud. Sahroda yashovchilar uchun u yangi uzilgan meva va ko'kat o'rnini bosuvchi benazir ne'mat hisoblanadi. Har yili sut mavsumida uning tarkibidagi vitamin va minerallar konsentratsiyasi o'sadi. Holbuki tuyalarda sut mavsumi to'liq 12 oy davom etadi. Sigir va echkilarda esa bu 7 oydan oshmaydi. Tuya sutida vitamin va tuzlar miqdori sigir sutidagi xuddi shu elementlar miqdoridan 3 barobar ziyod. Odam, ya'ni ona sutidagi elementlarga qaraganda esa 50% ko'proq. Ammo ayni shu paytda tuya sutidagi kazein proteinni 70% tashkil etadi. Shuningdek, kazeinni eng yaxshi tarafi shuki, tuya sutida beta kazein joylashgan. Sigir sutida esa alfa kazein bo'lib, bu oshqozoncha sistemasida yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirish xususiyatiga ega. Tuya sutida esa aksincha yallig'lanishni kamaytirish xususiyati kuchli ifodalangan. Tuya sutidagi vitamin B1 va vitamin B2 ham qo'y va echki sutidagi vitaminlarga nisbatan ko'proqdir. Tuya suti buyrak kasalliklari, vasvas kasalliklari, ko'krakdagi og'riqni davolash xususiyatiga ega. Tuya suti sahro arablarining asosiy ozuqasi hisoblanadi. Badaviylar uni sutlarning eng yaxshisi deb bilishadi. Ular bu sutni ko'pincha yangi sog'ilgan holda ichishni ma'qul ko'radi. Nima uchun? Aynan mana shu sirroz kasalligida ham aksar holatlarda yangi sog'ilgan sutni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Nimaga? Chunki sut yangi sog'ilgan vaqtda mizoji ham issiq, ham uni tarkibidagi juda ko'p narsalar ionlangan holatda bo'ladi. Vaqt o'tgan sari bu xususiyat nisbatan kamayadi. Shuning uchun ham juda ko'p sirroz kasalligiga yo'liqqan bemorlarga aynan tuyaning tagiga borish, yangi sog'ilgan holatda iste'mol qilish tavsiya etiladi. Tuyalarning suti foydaliligi va tarkib bo'yicha bir-biridan farq qilishi mumkin. Bu farqning sabablari esa tuyaning irsiyati, sog'ish davri, urg'ochi tuyaning yoshi, uni yemagi va ichgan suvi miqdori bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Albatta, tuya sutini eng shifobaxshi bu tog'larda, cho'llarda
shifobaxsh giyohlar yantoqlarni yeb yurgan tuyalar haqida edi. Poxolni yeb, atalarni ichib o'tirgan tuyalar haqida emas albatta. Tuya suti ko'krak kasalliklariga, ya'ni sil kasalliklarda ham juda yaxshi yordam beradi. Tuya suti haqida Ar-Rozi shunday deydi: yangi tuqqan tuyaning suti buyrak xastaliklarini davolaydi, yomon kayfiyatdan xalos etadi. Ibn Sino o'zini Tib qonunlari kitobida shunday degan: darhaqiqatki, urg'ochi tuyalarning suti foydali darmondir. Chunki unda ravshanlik va o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu sut juda foydali bo'lib, agar kishi uni ozuqa va suv o'rnida iste'mol qilsa, u shifo topqusidir. Shuningdek, barcha sutlar tiqilmalar hosil qilish mumkin. Magaram tuya sutini bunday xususiyati yo'q. Aksincha, u jigardagi tiqilmalarni juda yaxshi ochadi va jigarni detoks faoliyatini kuchaytiradi. Yangi sog'ilgan tuya suti ovqat hazm qilish tizimini tozalovchi eng zo'r vosita va eng yaxshi surgi hisoblanadi. Tuya suti yordamida virusli gepatit B kasalligini davolash tartibi. Bir kurs davolanish 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichda sut, tuya suti 1 litr, siydik yarim litr. Ezilgan qora sedana to'liq 3 osh qoshiq bo'ladi va 2 hafta davomida bir ichganda 100 grammdan qabul qilinadi. Sutkasiga 2 marta ertalab va kechqurun ichiladi. Va shart shuki, ertalab och qoringa ichiladi. Ichilgandan so'ng 2 soat davomida hech narsa tanovul qilmaslik lozim, hattoki suv ham. Kechqurun och qoringa uxlashdan oldin ichiladi. Ikkinchi bosqich 2 haftadan keyin, ya'ni 15 kundan keyin bo'ladi. Bu aralashma endi 7 kun davomida sutkasiga 3 marotaba ichiladi. Ya'ni och qoringa ichgandan so'ng 2 soat davomida hech narsa yeyish mumkin emas. Uchinchi bosqich sut, asal, qora sedana talqoni. 10 kun davomida sutkasiga 2 marotaba ichiladi va meva va sabzavotlardan parhez qilinadi. Har kuni yangi siqilgan sabzi va olma sharbati ichish lozim bo'ladi. Agar bemorda qo'shimcha kasalliklar bo'lmasa, bemorda turli asorat bo'lmagan bo'lsa, unda bemor tezda, ya'ni 1-2 kurs davomida sog'ayish, jigardagi fermentlarni ancha pasayishi kuzatilishi mumkin. Sut siydik aralashmasini 2 hafta sovutgichda saqlash mumkin. Chunki siydik kuchli bakteriotid, ya'ni bakteriyalarni o'ldiradigan xususiyatga ega. Ammo sut asal aralashmasini 3 kundan ortiq sovutgichda saqlab bo'lmaydi. Chunki u tez achiydi. Shuning uchun qolgan qismini muzlatib qo'ygan ma'qul. Ba'zi bir narsalarga e'tibor berishingiz muhim hisoblanadi. Birinchi va ikkinchi bosqichlar davomida bemor siydigi ko'kimtir rangda, juda yoqimsiz hidli bo'lishi mumkin. Bu organizmda tozalanish va qayta tiklanish jarayoni ketayotganidan dalolat beradi. Endi savol tug'iladi, necha yoshdan iste'mol qilish mumkin? Shaxsan o'zim nabiramga 6 oyligidan boshlab tuya suti berishni boshlaganman va u juda ham yaxshi o'zlashtirgan. Tuya suti mumkin bo'lmagan insonlar kimlar? Laktaz yetishmovchiligi bor insonlar tuya suti ichishga qarshi ko'rsatma hisoblanadi. Ya'ni o'zi umuman sut ichsa qoni g'uldur qilib ichib ketuvchi insonlarga tuya suti to'g'ri kelmaydi. Lekin praktikamda aynan mana shu sigir sutini ko'tara olmaydigan juda ko'p bemorlar ham tuya sutini juda ham yaxshi iste'mol qiladi va nima uchun shunaqa, to'g'risi menga bu juda ajablanarli tuyuladi. Xulosa qilib aytganda, davo o'z oyog'imiz ostidadir. Qayerlargadir borib, qimmat dorilar iste'mol qilgandan, tabiiy, sunnatga muvofiq bo'lgan tuya sutini iste'mol qilish jigar kasalliklari, qandli diabet kasalliklari, buyrak kasalliklari va juda ko'p defitsitlarni yopishga sabab bo'ladi. Chunki tuya suti koni shifo va bu ilmiy manbalar bilan asoslangan.
Bizlarni Zaytun Metib korxonasi ham mana shu davolanishga asoslangan holatda tuya sutini sotuvini yo'lga qo'ygan. Shuningdek, tuya suti achib qoladi. Har doim oldimizda olib yurish qiyin. Uzoq joylardan tashish mashaqqatlarini kamaytirish maqsadida tuya sutini parashogini natural 100% tabiiy halol qilib quritilgan variantini va unga yana qo'shimcha probiotiklar hamda artishok ekstrakti va rastarovsha giyohlarni qo'shib parashok holatiga keltirgan. Endi siz uzoqlarga borib tuya sutini olib kelishingiz yoki uni achitib qo'yish zahmatlaridan bemalol qutulsangiz bo'ladi. Oldingizga bemalol mana shu tuya sutini quritilgan parashogi gepatalaktondan xarid qiling va xohlagan vaqtda uni bir paketchasini oling, iliq suvga aralashtirib iste'mol qiling. Osh bo'lsin, darmon bo'lsin, shifo bo'lsin. Azizlar, bugungi sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Alloh taolo hammanglarni ofiyatda qilsin. Albatta, siz ham tuya suti iste'mol qilganmisiz? Qaysi kasalliklarda iste'mol qilgansiz va qanaqa foydalarni sezgansiz yoki qanaqa nojo'ya ta'sirlarni sezgansiz? Bu haqda kommentariyalarda o'z fikringizni ulashing. Bu esa bizni yana ham tajribamizni kengayishiga xizmat qiladi.